Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Hakimov Qahramon Qodirovich, SKB Testing and R&D markaz mas'uliyati cheklangan jamiyati direktoriman. Bizning jamiyatimiz 2024-yil dekabr oyida ochilgan. Mana 1,5 yildan oshdi. Jamiyatimizning asosiy 3 ta yo'nalishi bor. Shulardan eng birinchisi va asosiysi R&D markaz, ya'ni o'sha Research and Development, ilmiy taraqqiyot ishlari, ilmiy amaliy ishlarni olib boriladi. Ilmiy yo'nalishlarda bu yo'nalish qurilish va qurilish materiallar sanoatidagi o'zini ilmiy yechimlarni kutib turgan muammolarga qaratilgan. Ikkinchi yo'nalishimiz bu testing, o'sha laboratoriya sinovlari, sertifikatlash va hokazolar bo'lib xizmat qilsa, uchinchi yo'nalishimiz loyiha yo'nalishi, loyihalashtirish yo'nalishi. Bu ham esa albatta shu R&D markazimiz bilan bog'liq noan'anaviy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ishlarni olib boradi. Shu uchala yo'nalishimizda ham qariyb 1,5 yildan oshgan bo'lsa, juda katta yutuqlarga erisha oldik.